Salom do'stlar, sizlar bilan men Niko. Bugungi videoda biz Minecraft o'ynamaymiz. Bugungi videoda biz PUBG otish bo'ladi. Let's go. Birinchi biz PUBG ning ichiga kirib olamiz. Xullas, PUBG ichiga kirib oldik. Endi bu yerda mana bunaqa narsa chiqadi hozir. Allo bosamiz. Ruxsat hozir biza ruxsat so'rayapti mana. Bu yerda загрузка bo'ladi, загрузка. Shuni bo'lishini kutamiz. Mana hozir menda загрузка bo'lyapti. Sizlarda ham bo'ladi shunaqa. Qanaqa ochamiz deb shunaqa savol kiradi. Hozir men sizlarga uni tushuntirib olaman. Mana oxirigacha mana shuni qilib turadi. Mana hozir do'stlar, like obuna bo'lib qo'yamiz. Hozir menga mana qaysi kerak deyapti. Men shuni tanlayman hozir. Ochni tanlaymiz. Mana bizga ko'p, mana 1-2 minut ketishi mumkin. Mana shu bo'lishiga, lekin bilmadim sizlar 1-2 minutmi menda hozir. Bilmadim. Hozir men videoni to'xtatib turaman shu bo'lguncha. Do'stlar, mana bo'lyapti. Mana endi o'zi kiradi. Hozir mana shunaqa bo'lib qoladi. Do'stlar, sizlar telefoningizda boshqa telefonlarda qotma ishlaydi. Hozir menikida ham qotmasligi mumkin. Yoki bilmadim. Samsung telefonlarda qotishlik ham bo'lishi mumkin. Mana shu PUBG o'ynashda. Men sizlarga o'zim akkauntimni mana o'ynardim. Akkauntimni sizlarga video olib ko'rsatishim uchun akkauntimni o'chirib qaytadan qilaman. Shunaqa bo'pti. Albatta bunaqa narsa chiqadi. Xo'p, bu yerdan nimaga kirib ketadi? Qaytadan kiring deydi. Mana ishda sizlarda ham mana shu narsa bo'ladi. Qaytadan kiring deydi, bo'lmasa bo'lmaydi. Light Speed Studios deb qo'yibdi. Mana shunaqa yozuvlar chiqadi. Endi yana mana shunaqa 1 soatlik vaqt ketmaydi. Mana загрузка degan narsa chiqadi. Endi qanaqa qilib ochilishini bilmaysizlar. Men hozir Google'dan ochish kerak. Moren bosamiz-da, Play Games bor. Shuni bosamiz. Mana sarig'ini bosamiz. O'zimiz nimaga akkauntimiz turadi, shunga bosamiz. Mana o'zi kirib ketadi. Mana keyin mazza qilib o'ynaverasizlar o'zingizlar. Sizlarga mazza. Mana shunaqa bo'ladi. Hozir 2025-yilda chiqadi. Mana do'stlar, mana hozir bizda hech nima yo'q. Hozir bundan keyin bizga bunaqa narsalar bor. Hozir sizlarga o'ynab ham ko'rsataman, chunki o'ynab ko'rsatishim kerak. Hop, mana buni o'ynaymiz. Hal do'stlar, mana hal o'zingizlar kiyim tanlashingiz kerak. Mana tanlagan joyim. Men avvallari ham mana shu video chiqarmayotgan vaqtlarim PUBG o'ynardim. Minecraft. Welcome to PUBG Mobile. Your training is about to begin. You will learn basic combat knowledge and rules. Get ready. The game is about to start.
Drag forward with your left hand to move. Swipe the screen with your right hand to control where you're looking. O'rgatma. Next, pick up the firearm. Pick up the ammo. Ana o'rgatyapti menga endi. There's the target. Tap right fire button to... Congratulations on defeating your enemies. Your enemy... Check the crate. Pick up the scope. The enemy is too far. Use the sights to help you aim. Tap left fire button to put them down. Nice work. Great work. Let's take a look at the rewards. Check the crate. Pick up the supplies. Pick up the health recover. The bandage can only restore up to 75 points of health. The blue zone has appeared. Tap the map to check the blue zone. The flashing blue area is the blue. The flashing tap the button to close the map. Mana buni ichyapmiz. You are taking damage. The play zone is about to shrink. Get to the play zone as soon as possible. You've made it this far. Finish off the rest to claim victory. Mana o'zimizga o'rgatib Congratulations on completing this training. Head over. Nu bola barchaga xayr bola. Sizlar bilan men Niko xayr do'stlar.